Assalomu alaykum hammaga. Sizlar bilan Karol Gaming. Bugungi videomizda biz stadionni kuchaytiramiz. 4400 coinga. Keyin sezon pass skidga haqida gap boradi. Demak, sizlar bilan boshladik. Birinchi o'rinda biz stadionni full qilamiz. Hozir full qilib mana qilsak, mana West End tomsiz qilib turib, burchakda ham tomsiz qilsak yetmaydi. Shuning uchun buni olib tashlab, buni bir yo'li bu tomonda bir yo'li tomli qilib qo'yamiz. Qani bismillah. Ikki tomon qo'yildi. Endi fan zonani bir yulduz qilamiz. Qani ketdi. Bir yulduz bo'ldi. Keyin bu requirement center bu fan zona stadionda narxini ham ozaytirsa kerak menimcha. Ana yedim. Xudo xolasa. Stadionni ham foizini xullas tushirib berar ekan. Kech bo'lib. O'zi boshda ashnaqa plan bilan kirdim. O'zgarib ketib qoldi. Uzr. Keyin bu yerdan requirement center beta scout bilan agentni skidga qilib beradi. Ketdi. Bir yulduz bo'ldi. Keyin training center olmozga. Keyin bu yerda logolar bilan o'yinda yutganingizga bonus beradigan baza. Xullas buni ham bir yulduz qilib qo'yamiz. Tanga bog'laydi. Bu yoq olmos bir tanga yetmayapti. Keyin sezon pass ochmoqchi edim. $262 ochmoqchi edim. Xullas iPhone ga o'tkazsa sal narxi arzon bo'lardi. Lekin bitta muammo bor. Telefonda alishtiraman desam 5 kun deyapti. Mayaqda tugashiga 4 kun 20 soat 4 soat ulgurmayman ekan. Shu tomoni minus. Hozir o'ylanib turibman. $262. Hozir hisobda $3dan hozir $2.5 deb hisoblasak ham 24 30 ming 35 minglarga borib qolgan bu jalkada. Bu ham sezon tugaganiga haftaning kichkinasi kelganligi sababli ham 16 gacha bo'lgan. Shuning uchun aytgan, keyingi sezon passlarida uje mashetlarga qizil player qo'shsa kerak, yana bilmadim. Endi transferda hech kim yo'q. Endi bu assalomu alaykum hammaga. Sizlar bilan Karol Gaming. Bu video kechagi video va dynamic playerslar haqida to'liq ma'lumotga ega bo'lishingiz mumkin. Bu dynamic playerslar jami 40 kishi kelgan. Bular eventlar orqali jami 12 ta players olishingiz mumkin. Bu o'yinchilar 96 reytingda bo'lishi mumkinmi? Masalan, hozir O'zbekiston masalan sizga Husanov tushdi. Keyin guruh bosqichidan chiqsa, uje yo 85 birdan 3 gacha plus beradi. Birdan 3 gacha plus beradi. Keyin mana 6-iyul kuni agar u yana keyingi bosqichga chiqsa 2 plus, keyin undan keyin top 16 likka kirsa 9 plus, undan keyin 9 ya'ni
2+, undan keyin yana 2+, keyin oxiri masalan finalda yutgan jamoa 96 oladi o'sha reytingga. Masalan, xudo ko'rsatmasin, masalan Yaponiya yutsa, mana bu group stage'ga chiqsa, уже 1, 2, 3 ashi oralig'ida beradi. Round of 32 da yana 2+, 2+, 2+, semifinalda 2+, finalda o'sha 96 reytingga chiqadi. Xullas, bor ma'lumotlar shu. Bo'ldi. Hammangizga omad. Sizlar bilan Karol Gaming.